Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xo'p, bugun mana kuxnyani ustunovka qilgan keldim, do'stim uyi. Avval metda kuxnyasi bor edi, o'zim qilib bergandim. Mana shu G formada kuxnyasi bor edi, endi bu boshqacha qiladigan bo'ldik. Tepalardan suv o'tib kuxnyalar ishirib olgan. U ishirib olgan kuxnyalarni yaxshi tomonini olib, bu tomonga qo'yib olyapmiz mana. Buni ham netlardan qirqib to'g'irlab, bu tomonga ham shu eski mebel tushadi, tepaga ham eski mebel tushadi. Faqat mana shu tomonga yangi mebel tushadi. Suv, gaz o'rtada mana bu mashina, keyin tepasi bor. G forma bo'lmaydi, do'stimizning ikkini romlar qo'yib. Pastga o'zining fasadlari, buni ham to'g'irlab kesib chiroylab qo'ydim. Tepasi oq yangi MDF fasadlar bo'ladi. Xullas bugun shetdaman do'stim o'zi yordam berib oladi. Ishni boshladik. Xo'p, tepalarda osib oldim. Porkasi bor. Bitta porkasi bor, suv shunchasi bor, qo'yamiz. Ichiga qo'yamiz. Orqasiga mana qancha PVH qo'yib olganman. HDF o'rniga nima deydi, ishib ketmasligi uchun aslarida mana tayyor fasadlar qo'yishga. Gazni qo'ydim. Suvni qo'ydim. Bu yerda ikkita kichikroq eshik, bu yerda ham eshik. Aytganimdek, kir mashina. Bu tomoni tayyor mana. Osib olganman. Haladin tepasiga yetmagandi. HDF qo'yib oldim. Endi mana fasadlarni bu tomondan ishda boshlayapman. Davom ettiramiz ishlarni bo'lmasa. Xo'p, eng qizig'i bunga ham haladin tepasiga ham nima yetmagan, displey yetmagan, o'zining eski displeysi. Shuning uchun steplarda ulab o'xshatib oldik endi. O'ylaymanki, yaxshi chiroyli mebel chiqyapti. Byudjetniy. Xo'p, ishlarni mana tugatdik. Vichkalar qo'ydik. Gaz, suv, avtomatik mashinalar. Mana bu yerda suv shilkalarni mana qo'ydik. Tayyor. Davatchilik eshiklarimiz yo'q bo'ladi. Xo'p, bu tarafi o'sha eski mebel. Faqat bu tomonga olib, montaj qilib boshqatdan to'g'irladik. Faqat ustilari yangi. Tepalari yangi. Stalishkalari yangi. Bu ham bo'ldi, davatchilik o'ziga yo'q bo'ladi. Haladinlar qo'ydik. Endi chiroyli, kompaktniy mebelcha bo'ldi.